Shodli masjidda hamma biladi. Bu Kirgili Shodli masjidda yonida bir xonali uy topib qo'ydim aka. Remontlari o'rta hol, o'z fukusizga qarab bitta kosmetik remont qilib olasiz. Lekin puli yaxshi. 14600 narxini boshidan aytamiz. Bu turgan joyimiz zal aka, bu zalni qarang. Endi kelib o'zingizga bag'a o'zingiz fukusizga qaraysiz. Mana yerda bitta mana o'rab qo'yilgan balkon aka. Buni endi oshxonani bu yerga olib chiqib moslab olasiz. Shunda bir xonani nari tomoni o'zingizga bitta detskiy xona bo'lib qoladi-da. Bunisini bitta xona qilsangiz, aziz oshxonani atga olib chiqib olasiz. Xo'p, mana bu asosiy eshikdan kirdik. Mana kirishimizga koridorni yonida mana o'zini hojatxona, vannaxonasi. Xo'p, bunisini mana bu yerda oshxona aka. Oshxonasi ham yaxshi, mana gaz plitalari qo'yib qo'yilgan. Aka, bu yerda bilasiz, gaz, suv, svetlari hamma yo'q. Xo'p, manzilimiz Farg'ona shahar Kirgili mavzesida, mana Kirgili masjid, Shodli masjidda hamma biladi. Shu Shodli masjidda yonida 4 qavatli binoda 4-qavatida bir xonali. Narxini 14600 ga baholandi. Bitta kelib ko'ring aka, narxini arzon qilib tushib beradigan joyi bor.